Men borib ko'rib keldim kecha. Sen mana nima kecha kelmading? Aytyapman, kecha mazam. Yozdan qarzang yo'qolib tarqagan. Qo'ta kelmading deyapman. Kecha mazam yo'q edi. Ina tuzalasan deyapman. Nima kelmading deyapman. Qo'pollaşmang, iltimos. Ya, yo'q arzan ket, nima qilasan? Men qo'pollaşmayman. Sen yo'qom. Qo'pollaşmang. Ya, sen nimaga kecha kelmading deyapman. Kecha mazam yo'q edi deb tushuntirib Ya, o'lsang mana bugun ko'maydi. Nima kelmading? Sen kasal bo'lsang, bugun kelib kecha kasal. Chaqirsangiz kelyapman. Chaqirmasangiz kelmayman. Yo, kecha nima kelmaydi chaqir? Kecha mazam yo'q edi. Ya, o'lsang bo'lmaydimi deyapman men senga kecha. Sen tushunyapsanmi? O'lsang bo'lmaydimi deyapman men senga. O'lsam bo'lmaydi, nima uchun o'lishim kerak? O'lmasang arzon yozib yo'qol. Yozmayman. Yo'qolna qarzang. Yozmayman. Yo'qolna aqli deyapman men senga. Yozmayman. Sen qay itdan tarqagan? Boy yo'qol. Qo'pollaşmang, haqorat qilmang. Qilaman aqli itaga arzon. Mana shu o'ldirishni to'g'ri qilmasang arzon yo'q. Bu itdan tarqaganda nima qilasan bilan? Haqorat qilmang, iltimos. Odamdan tarqagan bo'lsang, odamni ishini qila. Bitta ishini qilib kelyapsan. Iltimos, hurmatli Odamdan prokuror. tarqagan bo'lsa, Iltimos, hurmatli prokuror. Haqorat qilmang. to'xta, itdan tarqagan bo'lsa, odamdan tarqagan. Yo'q, haqorat qilmay gapiring. To'g'ri muomala. Odamdan tarqagansanmi? Men insonni bolasiman. Insonni bo'lsa, qani insonni ishini qilyapsan? Qilyapman. Yo'qini 13 kishi bor, bir tomon tushira olmadi-ku. Sen chunki urug'ing bilan hammasini to'xtatib qo'ygan ekaning. Mana hozir To'xtatib qo'yganim yo'q. Isbotlab bersin to'xtatib qo'yganimni. Ertaga isbotlaman beraman. Aka ukang hammasi arzu yozyapti. Haromi bilan. Bor yo'qoladi bilan. Sho'kinman, iltimos. Maraz. Hamma narsani to'xtatib qo'yishimiz harom. Nima deyapman endi? Yo'qoladi ustozni. Umuman kema. To'la o'zing yiqasan yetadan bo'ldi. Men umuman basharani ko'rmay. Yo'qoladi it bilan.